Yoshligimizda travmani bolalar yiqilganda olmagan. Yiqilib kiyimini kir qilganda olgan. Agar bola yiqilib tizzasi qonasa, hech kim e'tibor bermaydi. Hech nima qilmaydi. Osmonga tupur, tuzalib ketasan. Oyi qarang, go'shti ichidan suyagim ko'rinib turibdi. Hech nima qilmaydi. Vazelin surtasan, tuzalib qolasan. Agar o'sha payt kiyimingiz kir bo'lgan bo'lsa, uloqlanib qochishga to'g'ri keladi. Kiyimini kir qilgan bola uy ichida milliy falokat keltiruvchi inson sifatida hisoblangan. Ularning jahli bilan dog'ning hajmi doim proporsional. Kichkina dog', kichkina gap. Katta dog', katta monolog, qo'shnilar eshitadigan darajada. Ba'zi kiyimlarni mehmon kelmasa kiyishga ruxsat yo'q edi. Faqat mehmon kelganda kiyasan. Yiqilma, yema, ichma, nafas olma, o'tir, kir qilasan. Bu xuddi cho'kib ketsang o'ldiraman deganga o'xshaydi. Yoshlikdagi rasmlarni ko'rsangiz, ko'p bolalar futbolkasiz tushgan. Kiyimi yo'qligidan emas, uyga mehmon kelmagan uchun. Bo'lgan kiyimlarni onalar olib, yuvib, sovullab, qaynatib, yana ham ketmasa ustidan boshqa futbolka kiydirishgan. Agar ustiga yog' dog'i tekkan bo'lsa, oshxonada sochiq vazifasini bajargan. Hozir dog' bo'lgan kiyimlar uchun bolalarga travma berish shart emas. Mana sizlarga eng oson usuli. Bo'lgan kiyimlar ustidan akvamarin mahsulotini solib, ustidan qaynoq suv solasiz va ozgina muddat kutasizki, mehmon kelganini kiyadigandek yap-yangi